Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari. Bugungi videomizda ChatGPT orqali oson mustaqil ish tayyorlash ikkinchi qismini ham boshlab oldik. Birinchi qismida mavzuyimizning rejasi hamda kirish qismini sizlar bilan birgalikda yozgan edik. Ikkinchi qismida esa asosiy qismini birgalikda ko'ramiz. Asosiy qism hamda birinchi rejani kopировать qilib olaman va yangi listga joylayman. Ustavit ikkitasini markazga olib o'tib olaman hamda birinchi rejani kopировать qilib ChatGPT ga tashlayman. Men ozdan oldin tashlaganim uchun mana xuddi shu tarzda yozasizlar. O'zbekiston Respublikasida soliq tizimi batafsil ma'lumot ber deb yoziladi. Shunda ko'proq ma'lumot chiqarib beradi. Men chiqarib bergan ma'lumotlarni mana birma-bir ko'chirib olaman oxirigacha hamda kopировать qilib ChatGPT ga Word dasturiga tashlayman. Mana bu chiziqlarni esa birma-bir to'g'rilab chiqamiz. Bularni mana raqamlarni 1 2 3 qilib chiqiladi. Biroz ishlov berish kerak. Ko'rib turganingizdek oson emas. Mana bo'ldi. Endi esa ikkinchi rejamizni kopировать qilamiz hamda ChatGPT ga yozamiz. Batafsil ma'lumot ber deb. Bu ma'lumot berguncha biz ikkinchi rejamizni joylab turamiz. Xuddi shuni tagidan ikkinchi rejamiz bergan ma'lumotini mana kopировать qilib olamiz. Kopировать qildik. Endi buni rostlab chiqamiz. Mana ikkinchi rejamiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa uchinchi rejamizni kopировать qilamizda ChatGPT ga tashlaymiz. Batafsil ma'lumot ber deb yozamiz. Buyruq beramiz hamda uchinchi rejamizni ham joylab turamiz. ChatGPT ma'lumot berguncha o'rtaga qo'yamiz. ChatGPT mana ma'lumotlarimizni chiqarib berdi. Buni kopировать qilib olamiz hammasini belgilab va ustavit. Endi esa to'g'rilab chiqamiz. Go'yoki qo'lda yozilganday hisoblanadi. Bo'ldi. Endi esa 4-chi rejamizni ham xuddi shunday qilib kopировать qilamiz. Batafsil ma'lumot ber, faqat yozuvlik bo'lsin. Ko'p deb yozamiz. Endi esa 4-chi rejamizni joylaymiz. To'rtinchi rejamizga mana mavzularni chiqarib berdi ma'lumotlari. Xulosa qismini olamiz. Nimaiki xulosa qismi alohida bo'ladi. Buni ham to'g'rilab chiqamiz.
Bo'ldi. To'rtta rejamizga mana ma'lumotlarimiz tayyor bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hammasini oraliqlari har xil turibdi. Endi bu oraliqlarni bir xilga keltiramiz va shriftlarini to'g'irlaymiz. Mustaqil ishlarda doim 14 shrift Type-C, New